Keyingi yillarda mamlakatimizda yoqilg'i energetika resurslari bilan bog'liq huquqbuzarliklarni oldini olish hamda energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va samaradorlikni oshirish sohasidagi ishlarni tizimli ravishda yo'lga qo'yish, shuningdek, ushbu tizimda ta'sirchan davlat nazoratini ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Tez fursatlarda yoqilg'i energetika sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurash borasida muhim o'zgarishlar kuchga kirishi kutilmoqda. Gap ma'muriy va jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda keltirilgan ayrim moddalar xususida bormoqda. Yoqilg'i energetika sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurash endi yangi tartibda olib boriladi. Aniqrog'i, ma'muriy va jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga muhim o'zgartirishlar kiritildi. Ulardan biri elektr va issiqlik energiyasini behuda sarflash bilan bog'liq bo'lgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 100-moddasidir. Ya'ni amalda elektr va issiqlik energiyasini behuda sarflaganlik uchun 5 baravardan 10 baravargacha bazaviy hisoblash miqdorining jarima nazarda tutilgan bo'lsa, endilikda yangi tahrirga ko'ra 10 baravardan 20 baravargacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Behuda sarflash bu nima? Ya'ni elektr pechlari va elektr boshqa uskunalaridan ishlab chiqarish zarurati bo'lmagan holatda foydalanish, yoritish chiroqlaridan hujjatsizlarcha foydalanish, ya'ni misol zarurat bo'lmasa-da, mana kunning yorug' qismida ham ko'cha chiroqlarini yoqib qo'yish mana shu holatda elektr va issiqlik energiyasini o'sha behuda sarflash holatlaridan biri hisoblanadi. Alohida e'tibor qaratilish kerak bo'lgan o'zgarishlardan biri esa huquqbuzarlik subyekti doirasi kengayganidir. Endi faqatgina mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlarigina javobgar bo'lmaydi. Eng ahamiyatli tomoni, mazkur holat uchun oldin faqatgina yuridik shaxslarning mansabdor shaxslarigina javobgarlikka tortilgan bo'lsa, endilikda mazkur huquqbuzarlikni sodir etganlik uchun huquqbuzarlik subyektlari doirasi kengaytirilib, endi yakka tartibdagi tadbirkorlar ham mazkur huquqbuzarlikni sodir etganlik uchun yuridik shaxslarning mansabdor shaxslari bilan bir qatorda ular ham jarimaga tortilishi belgilandi. Amaliyotda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ham bu kabi huquqbuzarliklar ko'p aniqlanayotganligidan kelib chiqqan holda mazkur javobgarlik subyekti sifatida yakka tartibdagi tadbirkorlar ham qo'shildi. Shu o'rinda mazkur huquqbuzarliklarga nisbatan javobgarlikka tortuvchi organ endi faqatgina O'zenergo inspeksiya xodimlari emas. Mazkur huquqbuzarlik uchun jarimaga tortilishi faqatgina O'zenergo inspeksiya xodimlari tomonidan emas, balki endi yangi kiritilgan o'zgartirishga ko'ra ichki ishlar organlari va favqulodda vaziyatlar organlarining profilaktik inspektorlari tomonidan ham elektr va issiqlik energiyasini behuda sarflaganlik uchun yoritish chiroqlaridan hujjatsizlarcha foydalanganlik qismi bo'yicha ichki ishlar organlari va favqulodda vaziyatlar organlarining profilaktik inspektorlari ham ma'muriy bayonnoma tuzilishi belgilandi. Mutaxassisga ko'ra, bu turdagi huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikka tortish choralarini takomillashtirish zarurati bor edi. Mazkur o'zgartirish kiritishdan asosiy maqsad bu qonunchilikdagi noaniqliklarni bartaraf etish, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ham o'sha yoqilg'i resurslaridan foydalanishdagi huquqbuzarliklar uchun javobgarlik choralarini belgilash, ya'ni oldin misol ko'cha chiroqlarini behuda yoqib qo'yganlik uchun aynan o'sha huquqbuzarlik uchun faqatgina yuridik shaxsning mansabdor shaxsini javobgarlikka tortish mumkin edi, lekin xuddi shunday huquqbuzarlik yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan sodir etilgan taqdirda ularga javobgarlik choralarini qonunchilikda nazarda tutilmagan edi va bu o'sha o'zgartirish orqali o'sha huquqbuzarlikni sodir etgan yakka tartibdagi tadbirkorlarga ham bu javobgarlik nazarda tutilmoqda, ya'ni tenglik prinsipi bu yerda amal qilyapti. Mazkur qonun qabul qilingandan 3 oy o'tib, ya'ni 2026-yil 13-iyundan boshlab kuchga kiradi. Yer sayyorasi o'smayapti, ammo iste'molchilar soni va ularning ehtiyoji kundan kunga ortib bormoqda. Masalan, asr boshlarida, aniqrog'i 25 yil avval ham elektr energiyasining asosiy qismi arzon ko'mir, gaz va to'laqonli oqar suvlardagi gidroelektr stansiyalari hisobidan amalga oshirilardi. Biroq oson qazib olinadigan zaxira tugashi ortidan yoqilg'i resurslari kamayib, qiymati oshdi. Endi biz bir vaqtlar tugamas deb o'ylagan elektr energiyasining narxi asr boshiga nisbatan bozor talablariga ko'ra 2-3 barobar qimmat. Demoqchi bo'lganimiz, birgina chiroqni o'chirib qo'yish atiga tomchi darajasida qiymatli bo'lishi mumkin. Ammo men jamiyatimga va tabiatimga ham ushbu kichik qiymatni bermoqchiman. Tanlov o'zingizga qoldi. Bu kun Shahzod Abdullayev, Bekzod Zokirov, Toshkent.